Ana misol uchun 100 kilo olsa ziyodasi bilan turibdi. 3 yilga zo'r natijada u. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Navoiydan akalarimiz kelibdilar. Avatar uzumlarni ko'zlari bilan ko'rib, bular ko'chatlardan, qalamchalardan olib ketganlar. Bu uzumlarni ham ko'rishga kelibdilar. Qanaqa bo'ladi? Ta'mlarini yeb degustatsiya qilib, xudo xolasa nimalarni aytadilar. Bu mana bu qizillarimiz ana bu manikyur finger qarasi avatar bu zakaz bo'lgani uchun hozir bozorga ketayotgandik. Bozordan oldin kelib qoldilar. Mana qora qatta, gigant assortiment qilib aytayotgan joylarimiz bu avatarni o'zi. Hozir yeb ko'rdilar kameradan oldin. Ajoyib. Zo'r, ta'mi shirin, nihoyatda shirin, zo'r. Qaysi yoqda o'zi shularning ichidan o'tadi? Endi avatar baribir nomor 1. Nomor 1 avatar. Lekin manikyur ham zo'r ekan, ajoyib. Shirin, juda shirin ekan. Qarag'ana o'zi gigantlariz ham mazasi yaxshi juda. Zo'r ekan, shirasi zo'r. Hammasi bir-biridan qo'lishmaydi. Eng zo'rlarda yiqilgan bular. Ha, yaxshi, ajoyib. Molodets. Keyin bu avatarni xarakteristikasi suvni yaxshi ko'radi. Tamoqdan boqib tursangiz, xuddi bir galant mollar bo'ladi-ku. Ya uni kelishtiramiz. Nasib solib bir pozilga kirsin. Ilay bu tutib aniq qilib olsin, yaxshilab ko'karib bizdan joyga moslashsin. Ha, uni shunga yaxshi tavsiya, maslahat. Giberlin bilan ishlov bermanglar. Giberlin sepgan, boshqa kishmish bog'ni ichiga bo'lgani uchun giberlin sepilgan. Giberlinni kechasi sepiladi. O'sha ishchilarga aytilganki, sepmanglar desa, qatorda o'zgartirib yuborganda, avatarga ham sepib bo'lgan. Tipratikanda bo'lib qoladi, hujum bosh bo'lib qoladi. Tez to'kilib ketadi. Sinovga olib bu. Biz bilamizki, boshqa navlarga o'xshamaydi. Masalan, biz qora kishmishni agrotexnikasini suvni kam berib bir narsa qilib pishirishga harakat qilsak, bu o'sh to'g'ri kelmaydi. Bunga отдельно mana chellarni ko'rib, отдельно sug'uramiz, bo'laklar. Xullas, suvni, oziqani yaxshi ko'radi. Faqat giberlin bilan yaxshi kelishmaydi. Qolgan mana fungitsidlarni sepib turish kerak. Kasallikka, osonlikka chalinmaydi. Immuniteti juda baquvvat. Sizlarni boqmoqchimisizlar yo uygami? Hozir uyga qilamiz, keyin balkim pensiyaga chiqib o'tirgandan keyin jo'ramini muassasa harakat qilib ko'ramiz. Mana yaqindan olib kettirib ko'rsatasiz. Ha, o'sha, rahmat. Hozircha zavodga ishlayapmiz-da biz. Ha. Shu mana 1 yil 2 yil jo'ram pensiyaga chiqsa, hozir 60 ga kiradi. Biznikiga 1 yil bo'ladi. Nasib bo'lsa uyga o'tirgandan keyin bekorchilikka bir yer bo'lsa topiladi, yerga mumkin. Ha, yer bor. Faqat gap ishlashga. Havlarni bu yoqqa qilib to'ldirib olsak, keyin tashqariga chiqamiz. O'zi bera 4-5 yil oldin keltirilgan avatarlar, yangi sortlar bor-da, mana manikyur finger yo'qlar, Lamborghini ismi qora qatta bor, bananaslar bor. Bunisi yerimizga o'sha dunyoning eng zo'r 50 dan ortiq navlari bor. Ko'p, juda ham ko'p navlarni keltirganmiz. Yo'qqa. Husulga kirdimi ular yo'qmi? Nishonasi bor. Yangi bog' bo'lgan. Kelasi yil shu paytga hammasidan xudo xolasa o'sha nima deydi? Katalikka qaraysiz, telefoningizga qaraysiz. Mana shu nav bormi deb turmaysizda, shuni navdan yemoqchiman desangiz bo'lanishib chiqadi. Hozir mana shu necha yillik ko'chatlar endi shular? Bu ko'chat emas, bu payvand, tok bu. Taki nima bu? Taki qora kishmish. Qora kishmish. Bu taxminan bir 20 yillik ildiz, uni ustiga biz payvand qilganmiz. Keyin necha yil bo'ldi payvand bo'lganiga shu? 2022 payvand bo'ldi. 3 yil bo'ldi. 3 yilga zo'r natijada 100 kilo olsa beradi. To'g'rimi? Shunday. Mana misol uchun 100 kilo olsa ziyodasi bilan turibdi. 3 yilga zo'r natijada u. O'shani ham bo'ldi, borib tushaylikda. Pauzani bo'lsa. Endi bu necha yillik ko'chat? Shundan boshlaylik. Bu 2022-yil payvand qilganmiz. Farg'onalik Abdumutallib aka ustozimiz o'sha kishidan qalamchalarni olib kelganmiz. Mana o'sha avatarni qarangda, bir xilla hosilni kam deydi-da. Hosilni kam yo bir injiqliklar haqida gapiradi. Lekin bitta tokimiz mana 2022-yil payvand qilingan. O'tgan yil ham juda ham ko'p hosil bergan. Shu yil ham hosil bergan, mana ko'rib turibsiz. Mana shu zo'r. 2 kilodan ziyodda hosil hozir ham. Mana bitta boshi 1 kilodan ziyodroq. Donlari ham yaxshi. Ranglarini to'liq qara qilgan. Yana nima? Biz bunga qo'shimcha bir narsa bermaganmiz-da, qo'shimcha. Даже agrotexnikasi qarovlari ham ulgurmaganimiz hisobidan ranglari, o'tlari imkon qadar tozalashga harakat qilamiz. Lekin buni yaxshiroq boqib, yana ham zo'r qarasangiz, bu yana ham dahshat bo'ladi. Shu turishiga ham qarang, odam bir Bo'lmasa, taki toza turish kerak-da bo'lmasa, taklari. Ha, taki toza turish kerak. O'tlar ham o'zi qani oladi-da, o'tlar ham. Hozir mana shu o'tga chiqib ketgan bo'ladi. Nam qaytaradi, kasallik olib keladi, hasharotlarni olib keladi u. Shamol aylanmaydi. O'tlar mana bunga uriladi-da, xasta qiladi, vidini qochiradi. O'tlar.
taki toza bo'lib tursa, Toza, ularni tozalangan vodiynik. Shop bo'lsa kesak qilsa. Havozalaringizni balandligi qancha bo'lishi kerak? 1,5 mi, 2 metrmi balandligi? endi balandligi Qulay, eng qulay. o'zingizga qulay, bo'yingizga mos imkon qadar biz o'zimiz xohlasak ham ishlab ulgurmaymiz. Ishchilar bilan qilinadi. Ishlarni ayollar bilan ishlaymiz. Hammasini ham bo'y baland bo'lmaydi. Shuning hisobidan o'rtacha 2 metr, Shozi 2 metr bo'lsa, 1.90 daqilinadi. men 1.86 bo'yim mana 2 metrda. 2 metrda hozir. 2 metr daqiq. Qarang. Hozir. Rahmat, Bernard, halol bo'lsin, zo'r. Ajoyib. Mana qarang, bu yoqlargacha cho'zilib ketganda. Ha, yaxshi. Uchigacha hosil berganda, Uchigacha hosil bergan hammasi. Hosilni ham, boshlari ham katta-katta qilgan. Doni ham katta. Bilmayman qanday yaratilgan bo'ldi. Amerikadan kelganmi? Amerikadan. Kaliforniyadan kelganmi? Zo'r. Mehnatlarni rohatini ko'ring. Yaxshi kunlaringizga ishlating. Zo'r, Abdulloh, malolasiz. Mana shular hammasi avatar bog'lar. Avatar bog'lar. Kimga avatar ko'chat, avatar qalamchalar kerak bo'lsa, bemalol kelaveringlar, ishonchli. Navoiydan deganlar, bera Xorazmdan, Turkmanistondan, O'zbekistondan, ko'p joylardan, даже Qo'qondan kelib olib ketdilar. Ishonchli ko'zlar bilan ko'rib qalamchalar. Ularni qachon qo'lmas qilasiz bo'lmasa? Kesishga. Maygada, kesishga. Kesishga. Bizga yakjuma deydi-ku, birinchi qiraveradi. O'sha baglarni shuna urishi bilan zat ishga tushamiz. Noyabr kunlari to'g'ri keladi-da. Noyabrda aytib o'tgan. Noyabrda 15-20 kelsak, daraxtdan kesib olsak bo'ladi, bemalol. Yo'q, ungacha qolmaydi bu. Qolmaydi. Noyabrda 1-chislasidan 5gacha, uzoq 10-chislasigacha qolishi mumkin. Noyabrda bo'shlaydigan ekan. Ha, shu narsaga bo'ladi. Tamom, rahmat hammalarga. Sizga ham rahmat. Sizga katta rahmat. Bemalol kelinglar, mana shu bog'imiz, yuzlaringizni yeb aylanib, ko'zlaringizdan ko'rib olasizlar. Yana foydali videolarni ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'ling.